mavzusini boshlaymiz. Tamam? Son mavzusi haqida gaplashamiz. Xo'p, son mavzusi arab tilida ko'pchilik qiynaladigan va katta mavzulardan biri. Tamam? Lekin biz buni unaqa katta qilib emas va qiyin qilib emas, iloji boricha sodda va oson uslubda ko'rib chiqamiz. Tushunarli? Xo'p, tayyormisizlar? Boshladik bo'lmasa. Demak, adadun deb qo'yamiz. Adadun. Son. Hop. Sanashni hammamiz bilamiz, to'g'rimi? 1 2 3 4 5 deb. Vahid isnan salasa arba xamsa qilib. Shuning uchun to'g'ri ishlatilishini o'rganamiz. Qaranglar. Arab tilida demak birinchi bo'lib biz 1 va 2 ni o'rganamiz. 1 bu vahidun, 2 isnan, to'g'rimi? Xo'p, endi qaranglar. Mana shu 1 va 2 sonlarini biz sanalmish bilan ishlatganmiz. Ya'ni bitta kitob, ikkita kitob deb ishlatadigan bo'lsak, bizga misol uchun kitabun va kitabani so'zlari kerak bo'ladi, to'g'rimi? Kitabani. Va bizga ana bu sonlar kerak emas. Nimaga? Albatta, to'ppa-to'g'ri. Chunki mana bu kitabun degani o'zi bitta kitobligini dalolat qilib turibdi, to'g'rimi? Ana kitabani, ya'ni qo'shganimizdan keyin o'zi so'z ikkitaligi bilinib turibdi, ha? Kitaban ikkita. Shuning uchun 1 va 2 sonni ishlatishimiz kerak emas. Tushunarlimi? 1 va 2 shunaqa ishlatilaveradi. Endi muxlis aytishi mumkin, "Yo'q, domla, mana shu 1 bilan 2 ni ishlatmasam bo'lmaydi. Yo o'zimni tashlayman, yo shuni qo'yaverasiz." deysa, shunaqa holatda 1 va 2 sonlari qaranglar. Mana bu sanalmish, to'g'rimi? Bu sanalmish. Sanalmishdan keyin keladi. Kitabun, vahidun, kitabani, isnanin bo'ladi. Tamam? Kitabani isnanin bo'lib, demak, mana shu shaklda qo'llaniladi. Ya'ni xuddiki bu sifat bo'lib beryapti. Tamam? Mana bu bilan sanalmish bilan jinsda va sonda moslashadi. Tamam? Ya'ni jinsda moslashadi, holatda moslashadi. Shuning uchun ham mana qaraymiz-ki, xo'p, mana bu joyda agar muannas kelib qolsa, misol uchun sayyaratun kelib qolsa, sayyaratun vahidatun bo'lib qoladi. Vahidatun bo'lib qoladi. Tamam? Sayyaratani bo'lsa nima bo'ladi? Isnatani bo'ladi. Tamam? Ikkita mashina, bitta kitob. Endi bunda hop, nima uchun kerak? O'zi kerak emas buni ishlatishimiz. Hop, qo'yib qo'ydik. Qo'ysak nima bo'ladi desa, azizlar, 1 va 2 sonlari sanalmishdan keyin keldimi? Demak, bunda u ta'kid uchun, urg'uni yana ham kuchaytirish uchun ishlatilgan bo'ladi. Tamam? Ta'kidlab beradi. Kitabun vahidun degani bir donagina kitob degani. Tushundinglarmi? 2 donagina kitob degani. Nima? Kitaban isnani degani. Tamam? Ya'ni siz bu bilan demak shu urg'u berayotgan bo'lasiz. Men umrim davomida bitta kitob o'qiganman desa, shunda kitabun vahidun ishlatasiz. Tushundingizmi? Boshqa holatda kerak emas. Aslida chunki kitob bilan kitabanini o'zi yoki sayyoratun sayyoratanini o'zi nima qiladi? 1 va 2 likni berib turadi. Tushunarlimi? Shuning uchun bizga ko'proq sonlar 3 dan boshlab kerak bo'ladi. Hozir tezda mana bu qoidani yozib olamiz. Yozinglar. Arab tilida bir va 2 sonlari sanalmishdan keyin kelib u bilan moslashadi. Ya'ni jinsda moslashadi, holatda moslashadi degani va hop. Va u ta'kid uchun ishlatiladi. deb turib yozib olamiz. Kitabun vahidun,
kitaban isnani. Masalan. Shuning uchun bizga o'zi sonlar 3 dan boshlab kerak bo'ladi. Ya'ni 3 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni hosillar bilan ishlatilishini ko'rib chiqamiz arab tilida, tamam? Bo'lib o'rganamiz. Bugungi darsimiz demak 3 dan 10 gacha bo'lgan sonlarning arab tilida ishlatilishi bo'ladi. Tamam? Xo'p. 3 dan 10 gacha bo'lgan sonlar. Qaranglar. Bular quyidagi ishlatiladi. Ya'ni sanalmish bilan bular izofa birikmasini hosil qiladi. Tamam? Va bunda son mudof, sanalmish, mudofun ilayhi bo'lib kelib, ko'plikda noaniq holatda turadi. Tamam? Xo'p, masalan, qaraylik. 3 ta kitob. Desam, salasatu kutubin deyman. Kutubin. Tamam? Salasatu kutubin. Xo'p. Mana shu demak 3 ta kitob degan birikmani hosil qilib beradi. Endi qaranglar, bunda nimalar bo'ldi degan savolga javob berib chiqamiz. Birinchi bo'lib, qaranglar. Mana bu muannas bo'lib qoldi. Nimaga muannas bo'lib qoldi? Son. Nega birlik muannasga teng degan qoidani ishlatib olmaylar bu yerda. Tamam? Chunki bu izofa. Izofa bu moslashmagan aniqlovchi deyiladi o'zbek tiliga tarjima qilinganda, ya'ni. Tamam? Ya'ni bu yerda jins, son, balobatlar hech nima moslashish shart emas. Xo'p, unda nega bu muannas bo'ldi desa, mana shu sonning jinsini aniqlashlik uchun biz quyidagi ishni amalga oshiramiz. Ya'ni kutubun bu kitoblar degani, to'g'rimi? Uni birligini qaraymiz. Birligi nima? Kitabun. Kitabun demak birlik, to'g'rimi? Bu muannasmi, muzakkarmi? Kitabun muzakkar. Mana shu sanalmishning birligi muzakkar. Birligiga son doim teskari jinsni oladi. Tushundinglarmi? Hushyor tortamizki, o'ziga emas, ya'ni o'zi bilan bir xil moslashyapti deb qo'ymanglar. Tamam? Bu joyda mana kutubinning birligi kitabun muzakkar bo'lganligi uchun son muannas bo'ldi deymiz. Tamam? Ya'ni son sanalmishning birligining jinsiga teskari jinsda bo'ladi. Doim. Tushundinglarmi? Bu yerda bu muzakkar, shuning uchun bu muannas. Endi qaranglar, shu joyda men 3 ta mashina demoqchi bo'lsam, su sayyaratin deyman. Nimaga? Desa, chunki bunda ham hozirgi ishni qilaman. Xo'p, sayyarotinning birligi nima? Sayyaratun, to'g'rimi? Sayyaratun birligi muannasmi, muzakkarmi? Muannas. Mana shuning uchun son muzakkar bo'ldi deyman. Tamam, mana bu muannas bo'lgan. Ya'ni sanalmishning birligining jinsiga teskari jinsni qo'yamiz doim. Tushundikmi endi? Demak, 3 dan 10 gacha bo'lgan hamma sonlar mana shu qoidaga tushadi. Tamam? Va mana bu sanalmish 3 dan 10 gacha bo'lgan sonlardan keyin kelgan sanalmish doim izofa birikmasining mudofun ilayhisi bo'lib, ko'plikda noaniq holatda keladi. Tushundikmi? Aniqmi? Shuning uchun mana 3 ta kitob, 3 ta mashina shunaqa bo'ldi. Xo'p, tezda buni birinchi qoida aytay bo'lmasa, yozinglar. 3 dan 10 gacha bo'lgan sonlar Bo'ldim? Sanalmish bilan izofa birikmasini hosil qiladi. Bunda sanalmish
bunda sanalmish mudofun ilayhi bo'lib ko'plikda noaniq holatda turadi. Son esa sanalmishning birlikdagi jinsiga teskari jinsda bo'ladi. Endi qaranglar. Mana bu joyda demak salasatu kutubin 3 ta kitob deyapmiz xolos, to'g'rimi? Ha, lekin biz misol uchun aytishimiz mumkin 6 ta kitobni o'qidim, yokida 5 ta uyni ichida, 8 ta mashinani minib ko'rdim. Shunaqa gaplar bo'lsa qanday bo'ladi? Ya'ni gapni ichiga olib kirsak buni. Bitta shuni misollarini ko'ramiz. Misol uchun aytamizki, mana shuni ismiy jumla qilib qo'yadigan bo'lsam, qaranglar. Salasatu kutubin, misol uchun mufidatun deb qo'ysam, 3 ta kitob foydalidir bo'lib qoladi. Tamam? Endi 3 ta kitobni o'qidim demoqchi bo'lsam, qara'tu salasata kutubin bo'ladi. O'zgarishiga e'tibor beramiz, tamam? Ya'ni mana bu joyda mana kitob ne bo'lib, mana bu maf'ulun bihi, ya'ni to'ldiruvchi bo'lganligi uchun nima bo'lyapti? O'zgaryapti, ya'ni fathaga o'tyapti. Mansub holatga o'tyapti. Tamam? Qara'tuning ta'sirida salasa ta bo'lib qoldi endi. Ya'ni 3 ta kitob ni o'qidim bo'lganligi uchun. Tushunarlimi? Xo'p, endi 3 ta kitobning ichida demoqchi bo'lsak, fi nima bo'lar ekan demak? Salasati kutubin mana. Rof, nasb, jar holatiga misol. Bu degani mana bu kutub tomon o'zgarmaydi. Kitobni, kitobdan, kitobga degan taqdirimizda. Undan oldingi son o'zgarib beradi. Tamam? Ya'ni domma fatha kasradan jar, nasb yoki rof holatda nima bo'lib beradi? Turaladi. Tushunarlimi? Mana shu tomonni doim o'zgartiraverasizlar. Xo'p, shuni ham yozib qo'yinglar. Son demak kelishigini o'zgartira oladi deylarda, masalan turib shu chala misolni yozib olinglar.